Salom, mashhur ijrochilar, mendan mana bu animatsiyani so'rashdi, takrorlab bera olasizmi deb. Men mana bu narsani tayyorladim. Va umumiy olganda siz ham agar qanaqadir animatsiya qila olmasangiz, mendan so'rashingiz mumkin. Telegram gruppaga o'tib qanaqa animatsiya xohlagansiz deb tashlasangiz, men takrorlab YouTube'ga chiqaraman, naniga darslik qilib turib chiqaraman. Va nima qilish kerak yana? Nima haqida gapirmoqchi edim? Umumiy olganda like, kommentariy, podpiska hammasini bosib tashlash. Like, kommentariy, podpiska hammasini bosib tashlash ham zo'r bo'ladi va Xo'p, Blenderga birdan o'tganimizda menda mana bu sahna bor. Agar sizga ham shu sahna kerak bo'lsa, Telegram gruppaga o'tishingiz mumkin va Telegram gruppada загрузка qilib, xuddi shu narsani takrorlashingiz mumkin yoki umumiy olganda любой tomosha bilan qilsangiz bo'ladi, chunki asosiy baza tushuntiriladi. Xo'p, birinchi o'rinda nima qilamiz? Moshinda har bir qismini tanlab olamiz. Bizlarga uchun kerak bo'lgan har bir qismini, alt bosimidan olib tashlaylik. Tak, bu taraf, bu taraf, bu taraf, bu taraf, bu taraf, bu taraf, bu taraf. Tak, undan tashqari yuqori qismi, mana bu qismi va ballonning mana bu qismi. Menimcha hamma joy tanlandi. Ctrl J va buni prosta tekshirish uchun G, Y salgina siljib qo'yamiz. Bunda asosiy kerak bo'lgan joylar tanlab oldim, bo'ldi. Orqasida raqamlarni tanlayapman. Bu ham yomonda. Xo'p, nima qilamiz endi? Bu qismni o'zini tanlab, birdaniga particle-ga o'tamiz va bitta plyusni bosib, emitter emas, hair ga bosib qo'yamiz. Hair the advance. Buni gata bir 4000 lar atrofida qilamiz. Razmerini 0.15 lar atrofida qilsak bo'ladi. Bunda menimcha bo'ladi shu. Hair dynamic da yoqib qo'yamiz. Buni nastroykasiga o'tsak, structure da stiffness da 3 ga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, volume bizlarga menimcha volume-ni to'g'rilab o'tirmasak ham bo'ladi, hammasi yaxshi bu yerda. Xo'p, nima qilamiz yana? Children ga o'tamiz, interpolate qilamiz. Interpolate bu yerda ko'paytirib beradi bizlarga. No, umumiy olganda hozir siz 5000 ni yanada ko'proq qilishingiz shart emas, chunki misol uchun mana bu yerda display amount da 100 mana shu holatda bizlarga junimiz ko'p bo'lib turadi. Ya'ni jun emas, bu nimadir. Короче, mana shu narsa shuncha atrofida bo'ladi. Menimcha bu даже kam. Shu uchun men buni 4000 emas, 5000 lar qilaman. Va bo'ldi. Endi ham oxirigacha ko'rindi. Endi buni misol uchun 20% larigacha qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni render amount bu 100% da tursin, ya'ni renderda 100% nechta bo'lsa hammasini ko'rsatsin. Hozir ishlab turgan paytimiz 20% ni ko'rsatib tursa ham bo'ladi. Clampingga o'tamiz. Clampingda salgina ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Physicsda brownni salgina bayroq qo'ysak bo'ladi. Shu. Salgina bir qadr-budurroq narsani qo'shdik. Endi play'da bossak, bu pastga tushyapti. Qanaqadir bir animatsiya bo'lib turibdi. No, menga kerak bo'layotgan narsa bu yerda force fieldda turbulence kerak. Turbulence'da salgina bosib ko'tarib qo'yamiz. Bu qana turbulence? Mana turbulence olamiz va misol mana bu joydan boshlasin. Va bitta i'ni bosib qo'yamiz shu yerga. Va menda misol uchun 100 kadr bo'lsin animatsiya. Shuni olamandan Y salgina mana bu tarafga, mana bu taraflarga siljitib qo'yaman va i'ni bosib qo'yaman, bo'ldi. Shu tarafgacha siljida. Endi play'da bossak, xo'p, menda hozircha hech narsa qilmayapti. Demak, turbulence kuchsizlik qilyapti. 10,000 largacha olib boramiz. $10,000 ham kammi deyman. Nima ketdi? 50,000 qilamiz. Xo'p. Da 50,000 yaxshi. Va asosiy shamol bu tarafdan boshlanganligi uchun men bu yerga bitta yana force field qo'shib, wind qo'shaman. G bu tarafga yerdan ko'tarib qo'yamiz. X 90 gradus, minus 90 gradusga bittani bosamiz. Sal mana bu yerdan bunday qo'yamiz. Sal kattartiraman va buni kuchini misol 10,000 larga olib qo'yaman. Bo'ldi. Force field
Bo'ldi, mana shu holatlarigacha olib kelsak bo'ladi. Bitta kamera, Shift A kamera. Salgina bunday qilib qo'yaman. Ctrl Alt 0 deb bosaman. Kamera o'zi joylashadi avtomatik va kamerani nastroykasini to'g'rilab qo'yaman. 1080 ga 1920. Xo'p, shu holatida men GX salgina bunday silchib qo'yaman va bu yerda perspektivani 35 lar qilsam bo'ladi. Va baribir ham kamera ichiga kirishi kerak ekan, shuning uchun bu tarafga kiramiz, salgina yaqinlashamiz, bundayroq qilamiz. Bundayroq qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Shu holatida qoldirsam bo'ladi. Render viewportga o'tamiz. Yungni rangi oq bo'lib turibdi. Men oq xohlamayapman. Oq unchalik ham ko'rinmaydi. Shuning uchun bitta plusni bosib qo'ysak bo'ladi. Taniga yerda ajratib Principal BZF deb bizlar Principal Hair ga o'zgartiramiz va korичневый rangda bizlar xohlagan rangga o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun mana shu rang menga yoqdi. Bo'ldi. Shu ranglarga hozircha o'zgartirib qo'ydik, bo'ldi. Shu holatida qoldirsak bo'ladi. Bitta mana bu narsa tanlanmabdi. Shu boya aytdim, nimadir tanlamaganday bo'ldim dedim, o'chirib tashlayman. Bo'ldi. Bu yerda o'chirib tashladimmi? Всё. Tak, o'chib ketdi. Endi nima qilamiz? Tak, bu yerga o'tib turib, cashni topamiz. Cashni topdik. Bizlarda 90 ta kadrda to'xtasa, 100-kadrda to'xtasa bo'ladi. 100. Bu yerda ham 100 qilib qo'yamiz va bake'ni bosamiz, ozroq kutamiz. Xo'p, 100 ta kadrni bizlarga tayyorlab berdi va hozir umumiy olganda solid moddamda qilib turib o'chirib ko'rsak bo'ladi. Mana jinlari qimillab turibdi, umumiy olganda o'zi harakat bo'lib turibdi, nimadirlar qimillab turibdi. Agar siz ham umumiy olganda qanaqadir bir animatsiya qila olmasangiz, xuddi shunday so'rab chiqishingiz mumkin. Ya'ni gruppada bitta odam so'radi, mana shu animatsiyani bir takrorlab bering dedi va takrorlab ko'rishga harakat qildim. Bilmayman, menga ko'rsatilgan animatsiya xuddi shunday tayyorlanganmi, chunki buni tayyorlashning boshqa yo'llari ham bor. Balkim xuddi shunday tayyorlanmagandir, balkim umuman boshqacha tayyorlangandir. Asosiy prinsipni tushuntirdim. Ya'ni qanday qilib turib partiklar bilan ishlash mumkin. Va partikellarni qanday qilib turib, misol uchun sochga aylantirish mumkin va umumiy olganda men kamerani animatsiyasini qilmadim. Kamerani animatsiyasi bilan video darslik ham cho'zilib ketadi. Bu yerda asosiy narsa mana shu yungni animatsiyasi edi. Ya'ni yungni qanday qilib turib qimillatish mumkin. Xo'p, men misol uchun bu yerda hozir 256 ta kadr bilan renderni boshlayman. Motion blurni berib qo'ysa bo'ladi, salgina ko'paytirib va color managementda o'tamiz. Colorni ko'rish uchun men misol uchun Nox'ni xohlayapman. Xo'p, yaxshi. Medium high contrast. Very high contrast yo'q. Menimcha medium high contrast bo'ladi. Mana shu holatlarida va bu yerda compositingga o'tsam bo'ladi. Birdaniga always qo'y. Yangi bitta sahna ochib compositingga o'taman bittasida. Qanday qilib qo'yik compositingni. Burada viewport 0. Va bu yerda bunday qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shu holatida 100 notes. Men buni salgina kattartiraman. Tak. Menga hozir exposure kerak. Exposure kerak, always qilamiz. Exposure'ni salgina kamaytiramiz. Salgina yorug'roq qo'shmoqchi edim va glare'ni qo'shsak bo'ladi. Birdaniga composition qilish uchun va strix emas, fog deb yoqsak bo'ladi. Tak, men hozir xohlaydigan narsam bu yerda kamerani tanlaymiz. Va kamerada viewport displayda faqatgina kamerani o'zini tanlay. Va menimcha depth of field ham yoqib qo'ysak bo'ladi. Depth of field bu yerga va orqasini salgina razmetliroq qilamiz. Bo'ldi. Depth of field mana bu yerda ko'rsak ham bo'ladi. Men depth of field yoqaman va kamaytiramiz. Depth of field unchalik ham bilingani yo'q, shuning uchun depth of field yoqmadim. Xo'p, renderda va buni kamaytirishni boshlaymiz.
thresholdni salgina ko'paytirsak bo'ladi. Bu mix 0 da tursin. Bu yer salgina ko'tarib qo'yamiz va size-ni bunday kattartirib qo'ysak bo'ladi. Shu, menimcha shu holatida qoldirsak bo'ladi. Da, menimcha shu holatida qoldirsak ham bo'ladi. Va buni renderga beramiz birdaniga. Ну, и все, menimcha shu bilan renderga berishdan oldin asosiy narsa bu настройки PNG formatida va bitta papkani tanlab qo'yishingiz kerak. Men misol uchun mana bitta papkani tanlab qo'ydim va shu papkada 24 FPS larda qilsak ham bo'ladi buni. Va все. Hamma narsasi to'g'ri turibdi. So, render animation. Shu bilan darslikni tugatsak ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Umuman olganda, yana qanaqa animatsiyalarni xohlaysiz? Yana qanaqa animatsiyalarni takrorlab ko'ray? Buni hammasini kommentariyada yozib qoldirsangiz, kommentariyada emas, Telegram gruppaga o'tib turib, videoni o'zini va shuni takrorlab ko'ring yoki shuni o'rgating qanday takrorlash kerakligini deb so'rasangiz, men bemalol shu narsani takrorlab ko'rsatib berishga harakat qilaman. Shu bilan darsni tugatsak bo'ladi. Like, kommentariy, podpiska bu muhim. Seryozni.